Ona rozi bo'ldimi? 16 yoshlik Imom Buxoriy 58 yoshgacha Arabistonda qolib ketadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarini sahihini to'playman deb qoladi. Ona rozi bo'ladi. Imom al-Buxoriy, diqqat qiling, 16 yoshlik bola 42 yil arab diyorlarida, 20 dan ziyod islom diyorlarida qoldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning 600 mingdan ziyod hadisini to'pladi. 300 mingini yod bilar edi. İçida to'g'risi, chalasi, sahih, nosahih bor edi. İchidan 7275 tasini ajratib, Al-Jami as-Sahih kitobni oq qog'ozga Arabistonda ko'chiradi. Imom al-Buxoriyga arab diyorida maqom beradi. Dunyo imomlarining imomi, muhaddislar sultoni maqomini arab diyorida oladi. Arablar xohlaydi, Buxoriy Arabistonda qolsin. Ta'minot, uy-joy, hamma sharoitni qiladi. Vatanga muhabbat bilan, vatanga sadoqat, sog'inch bilan 16 yoshlik Imom al-Buxoriy 42 yil arab diyorlarida qolib, 600 mingdan ziyod hadisning ichidan 7275 tasini ajratib, Al-Jami as-Sahih kitobni oq qog'ozga Arabistonda ko'chiradi. Imom al-Buxoriyga arab diyorlarida maqom beradi. Dunyo imomlarining imomi, muhaddislar sultoni maqomini arab diyorida oladi. Arablar xohlaydi Buxoriy Arabistonda qolsin. Ta'minot, uy-joy, hamma sharoitni qiladi. Mani qalblaringda vatanga muhabbat bor, oilaga sadoqat bor. Buxoriyda sog'inch ziyoda edi. 58 yoshda vatani Buxoroga qaytib keladi. E'tiborli bo'ling. Farzandi, zurriyoti, oilasi to'g'risida manba yo'q. Buxoriy men uylanmayman degan mazmun hayoldan o'tmagan. Umr ilm bilan o'tganligini o'zi ham sezmay qolgan edi. Buxoriy 58 yoshda Buxoroga kelib, qolgan umrim endi xalqimga bo'lsin, men dars berayin deb dars berib turganda ko'ra olmaslar chiqdi. Qarang, zamonasida bo'lgan munofiqlar hozir ham bor. Biron narsa sotsangiz ko'ra olmaydi, ishingizni ko'ra olmaydi, bu farzandlarni ko'ra olmaydi, munofiq deyiladi. Zamonasida bor, hozir ham bor, to qiyomatgacha bo'ladi. Buxoriyni ko'ra olmaslar. Buxoroda Xolid degan podshosiga yomonladi. Podsho xalqingni olib qo'ydi, seni taxtingni olib qo'yadi. Podsho Buxoriyni saroyga chaqirtiradi. Sen xalqqa dars bermaysan, saroyda menga, farzandlarimga tanho dars berasan. Imom Buxoriy yo'q dedi. Ilm izlab boriladi. Qarang, beshikdan qabrgacha dedi. Imom Buxoriy ta'kidlab qo'ydi. Men ilmni islom diyorida 40 yildan ziyod yurdim. Ilmni orqasidan quvdim. Olgan ilmlarim senga sotmayman, saroyingga bormayman. Ilm kerak bo'lsa kel, xalq bilan birga ilm olasan deganda podsho aytganimni qilmat deb kelishmasdan qoladi. Bir masalada noto'g'ri dars beryapti deb tuhmat qilgan. Buxoro deb tuhmat qilib Imom Buxoriy Buxoroni majbur tark etadi. 20 mingdan ziyod shogirdi bo'lgan. Buxoro xalqi yaxshi ko'rgan. Xalqim meni deb urushmasin, behuda qon to'kmasin deb Poykentga, andan so'ng Samarqandga keladi. Samarqandga yo'l olganda Buxorodan podsho Samarqand podshohiga noma jo'natib qo'ymang. Buxoriy kirmadi, bilar edi. Mana shu qishloqning nomi eshitdinglar, Xartang bo'lgan. Shu qishloqda Buxoriyning shogirdi bo'lgan. Imom Buxoriy shularnikida qo'nim topdi. Shogirdi G'olib ibn Jabroil shunday xotira qiladi. Men ustozim Imom Buxoriyni tahajjud namozida duosini eshitgan edim. Imom al-Buxoriy duo qilgan ekan mana shu qishloqda shogirdi G'olib ibn Jabroilnikida. Ya Robbiy, meni bu dunyoda qilayotgan ishim qolmadi. Omonatingni olgin deb duosidan so'ng 3 oydan so'ng vafot qilgan ekan. Ramazon oyini 30 kun ro'zasini tutdi deydi. Eshiting, Ramazonning uchala 10 kunlik Allohning va'dasi bor. 3-10 kunlikda do'zax eshigini bekaman, jannat eshigini ochib qo'yamiz. 1956-yillari eshitib oling. Indoneziya prezidenti Sukarno Moskvaga keladi. Moskva davlat shartnomasiga chaqiradi. Ko'rganimsiz, ochib ko'rishdi. Mana bu oq-qora rasmlar. Indoneziya prezidenti Sukarno kelgan vaqtlar Ziyodin Qori Boboxon Eshonbo eshitinglar, suhbatdan so'ng bir dona beriladi. Indoneziya prezidenti Sukarno Moskva shartnomaga chaqirdimi? Shartnoma dasturlarini ko'rsatganda Sukarno hammasini chetga surdi. Meni qalbimda boshqa narsa bor. O'rta Osiyoda Imom Buxoriyning qabri bor. Vatanga muhabbat bilan kelib qo'ydi. 42 yil arab diyorlarida bo'ldi. Al-Jami as-Sahihni kitobchasiga keltirdi. Men o'shani bir ziyorat qilsam, masjidda 2 rakat namoz o'qisam, xohlagan shartnoma qilaman dedi. Shunda Sovet rahbarlari Buxoriy kimligini bilishmagan. Kreml, Sochi, Yalta, yo'q deganda Sovet rahbarlari majbur telefon qiladi O'zbekiston muftiysi Ziyodin Qoriga. So'raydi, Buxoriy kim?
Ziyoddin qori javob qildi. Hadisim sultoni qabri Samarqandda qishloq qabristonida bir xaroba holatda mehmon kutayotgan holat yo'q. Mehmon olib kelsalaring uyalib qolasizlar deganda sovet rahbarlari sukardan aldashdi. Kelmasin deb aldadi. Buxoriyni qabrini topdik. Yo'llarga samolyotlar ushmaydi. Yo'llarga samolyotlar qo'nmaydi, borib bo'lmaydi dedi kelmasin deb. Sukarning ko'zlariga yosh oldi. Samolyot bormasa poyezd boradimi? Poyezd bormasa xaritadan ko'rsating. Bir oy vaqt bo'lsa-da men piyoda boraman, men Buxoriyni ziyorat qilaman. Bu hadisga muhabbat edi. 4 kecha 4 kunduz atayin poyezd olib keladi. Atayin kechasi olib keladi, kirsin chiqsin. Ko'chadan sukarlarni yalangan holatda keldi, olib kelishdi. Atayin tuhmat qilib İmam Buxoriy Buxoroni majbur ko'chadan sukarlarni yalangan holatda keldi, olib kelishdi. Atayin kechasi olib keldi, xarobalik saqlangan, 4 kun ish bo'lgan, vaqt yetmagan sukarni keldi-yu 15 minut ruxsat bergan edi, tonggacha Qur'onni xatm qiladi. Tong yorishib ketadi ko'rsa hamma xaroba. Yig'laydi musulmonlar, bu zot Imom Buxoriy bu. Dunyo izlab tursa-da xalqini xor qilsalar, kerak bo'lmasa menga beringlar yoki sotinglar. 1 kilo tuproqga 1 kilo tuproq beraman. Tonna bo'lsa davlatim hisobdan tonna tilla berib, diyorimga olib ketib masjid quraman. Har kuni haqqiga duo bo'ladi. Ruhi shod bo'lib bering deganda muftiy Ziyoddin qori biz sizga bersak kelajak avlodga nima deymiz deb saqlab qoldi. Sukarno o'zidan ehson qildi. Meni hissamni qo'shing, obod qiling, dunyo keladi, jannatdagi qasr nasib qilsin deb ehson qiladi. Mana bugun o'tish davrida sizlarga ziyorat nasib. Bu dargohlar navbati bilan vaqti bilan obod bo'ldi. Eng so'nggi dafa mana muhtaram yurtboshimiz obod qilib berdi. Mana hayit kunlari ilk namoz, ilk juma o'qilindi. Demak sizlarga ham bu dargohni ziyorat qilishlik nasib qildimi? Bu dargohni ziyorat qilgan har bir inson tom ma'noda baxtiyordirlar. Bu dargoh faqat ziyorat qilayotgan joy bo'lib qolmasdan, o'sayotgan, unayotgan yosh avlodlarimizni barkamol ruhda tarbiyat qiladi. Diyorimizni dunyoga tanitib turgan maskan bo'lib qoladi. Kelinglar biz ham bir ziyoratda duo qilamiz. Ziyorat odoblari bor. Qabrdan tavof qilmang, ko'zga surtib shirk amal qilmang. Duo qiling o'tganlarning haqqiga, ulug' zotlarning haqqiga. So'rovlar Allohdan bo'lsin. Qanazlar telefonlarni to'xtatamiz. Muhabbat bilan